Bismillahirrohmanirrohim. Olamlarga ogohlantiruvchi bo'lishi uchun bandasiga Furqonni nozil qilgan zot barakotli, ulug'dir. U osmonlar va yerning mulki unga xos bo'lgan, o'ziga farzand tutmagan, mulkida sherigi bo'lmagan, har bir narsani o'lchov ila o'lchab yaratgan zotdir. Undan boshqa hech narsa yarata olmaydigan, o'zlari yaratiladigan, o'zlari uchun zararga ham, foydaga ham ega bo'lmaydigan, o'limga ham, hayotga ham, qayta tirilishga ham molik bo'lmaydigan ilohlar tutdilar. Kufr keltirganlar bu Qur'on uydirmadan boshqa narsa emas. Uni o'zi uydirib oldi va bunda unga boshqa qavmlar ko'mak berdilar, dedilar. Bas shubhasiz zulm va yolg'on keltirdilar. Ular bu avvalgilarning afsonalaridir. Ularni yozdirib olgan. Holbuki ular unga ertayu kech imlo qilinur, dedilar. Sen uni osmonlar va yerdagi sirni biladigan zot nozil qildi. Albatta, u o'ta mag'firatlidir, o'ta rahimlidir, degin. Ular bu ne rasulki taom yeb bozorda yuradir. Unga bir farishta tushirilsa edi, u bilan birga ogohlantiruvchi bo'lar edi. Yoki unga xazina tashlansa, yoxud uning bog'i bo'lsa-yu, undan yesa, dedilar. Zolimlar, sizlar faqat sehrlangan kishiga ergashayapsizlar, xolos, dedilar. Senga qanday misollar keltirishganiga nazar sol. Bas, yo'ldan ozdilar, endi yo'l topishga qodir emaslar. Agar xohlasa, senga o'shandan yaxshirog'ini, ostilaridan anhorlar oqib turadigan bog'larni va qasrlarni qilib beradigan zot barakotli va ulug' bo'ldi. Yo'q, soatni yolg'onga chiqardilar va soatni yolg'onga chiqarganlarga lovullagan do'zaxni tayyorlab qo'ydik. Vaqtiki ularni uzoq joydan ko'rganida uning g'azabnok qaynashini va bo'kirishini eshiturlar. Uning tor joyiga kishanlangan hollarida tashlanganlarida esa o'sha joyda o'zlariga halokat tilarlar. Bugungi kunda bir halokatni emas, ko'p halokatni tilanglar. Bu yaxshimi yoki taqvodorlarga tayyorlab qo'yilgan mangulik jannati yaxshimi? Ular uchun mukofot va qaytish joyidir. Ularga u yerda mangu qoluvchi hollarida xohlagan narsalari bor. Bu Robbing zimmasidagi mas'uliyatli va'dadir. U mushriklarni va Allohdan o'zga ibodat qilgan narsalarini to'plagan kunda, u zot, ana u bandalarimni sizlar adashtirdingizmi? Yoki ular o'zlari yo'ldan ozdilarmi? deydi. Ular, o'zing poksan, sendan o'zga valiylar tutmoq biz uchun ravo emas. Lekin sen ularni va ota-bobolarini shunchalik bahramand etdingki, hatto ular zikringni unutdilar va halokat qavmi bo'ldilar, derlar. Batahqiq, ular sizlarni aytayotgan narsangizda yolg'onchiga chiqardilar. Endi azobni burishga ham, yordam olishga ham qodir bo'lmassiz. Sizdan kim zulm qilgan bo'lsa, unga azobni torttiramiz. Sendan oldin yuborgan rasullarimiz ham albatta taom yer va bozorlarda yurar edilar. Ba'zilaringizni ba'zilaringizga sinov qildik.
sabr qilarmikansizlar? Robbing ko'rib turuvchidir. Bizga uchrashdan umidsiz bo'lganlar, bizga farishtalar tushirilsa yoki Robbimizni ko'rsak edi derlar. Batahqiq ular o'zlaridan ketdilar va juda katta sarkashlik qildilar. Ular farishtalarni ko'radigan kunda, o'sha kunda jinoyatchilarga xushxabar bo'lmas va farishtalar harom, harom derlar va qilgan amallariga kelib, ularni to'zon kabi sochib yuboramiz. O'sha kunda jannat sohiblarining qarorgohlari va oromgohlari g'oyat yaxshidir. U kunda bulutli osmon yorilib, farishtalar bo'lak-bo'lak tushirilinurlar. Haq podshohlik o'sha kunda Rahmonnikidir. U kofirlar uchun ko'p qiyin kundir. U kunda zolim ikki qo'lini tishlab, qani edi Rasul bilan bir yo'lni tutgan bo'lsam, der. Voh, qani edi falonchini do'st tutmagan bo'lsam, der. Batahqiq menga zikr kelganidan so'ng u meni adashtirdi. Shayton insonni yordamsiz tashlab ketuvchidir. Va Rasul, Robbim, albatta mening qavmim ushbu Qur'onni tark etdilar, dedi. Xuddi shuningdek, har nabiy uchun jinoyatchilardan dushman qilganmiz. Hidoyat qiluvchi va nusrat beruvchilikka Robbing o'zi kifoyadir. Kufr keltirganlar, unga Qur'on bir yo'la nozil qilinsa edi, dedilar. Sening qalbingni u bilan sobit qilish uchun shunday qildik va uni tartil bilan tilovat qildik. Ular senga biror masal keltirsalar, albatta senga haqni va go'zal sharhini keltirurmiz. Jahannam tomon yuztuban hollarida to'planadiganlar, ana o'shalar makonlari eng yomon, yo'llaridan eng adashgan kimsalardir. Batahqiq Musoga kitobni berdik va unga akasi Horunni vazir qildik. Bas, ikkingiz oyatlarimizni yolg'onga chiqargan qavmga boring, dedik. So'ng ularni yer bilan yakson qildik. Va Nuh qavmini rasullarni yolg'onga chiqarganlarida g'arq etdik va ularni odamlarga oyat, ibrat qildik. Hamda zolimlarga alamli azob tayyorlab qo'ydik. Od, Samud va quduq sohiblarini hamda bu oradagi asrlarni esla. Ulardan har biriga misollar keltirdik va ularning har birini tamoman titib tashladik. Batahqiq ular yomonlik yomg'iri yog'dirilgan shaharga kelgan edilar. Uni ko'rmagan edilarmi? Yo'q, ular qayta tirilishni umid qilmaslar. Ular seni ko'rgan vaqtlarida ermak qilurlar. Alloh rasul qilib yuborgan shumi? Agar sabr qilmaganimizda, albatta sal bo'lmasa u bizni ilohlarimizdan ozdirar deya derlar. Yaqinda azobni ko'rgan chog'larida kim yo'ldan adashganroq ekanini bilurlar. Havoyi nafsini o'ziga iloh qilib olganini ko'rdingmi? Endi sen uning ustidan vakil bo'lasanmi? Yoki ularning ko'plari tinglay olurlar, yoki aql yurita olurlar deb hisoblaysanmi? Ular chorva kabidirlar, xolos. Balki ular yana ham yo'ldan adashganroqdirlar. Robbing soyani qanday yoyib qo'yganini ko'rmadingmi? Agar xohlasa, uni jilmas qilardi. So'ngra quyoshni unga dalil qildik. So'ngra uni o'zimizga asta-sekin tortib oldik. U siz uchun kechani libos, uyquni istirohat qilgan va kunduzni tirilish zamoni qilgan zotdir.
U o'z rahmati oldidan shamollarni xushxabar qilib yuborgan zotdir va osmondan pok suv tushirdik. U ila o'lik yurtni tiriltirishimiz va o'zimiz yaratgan ko'plab chorvalarni hamda insonlarni sug'orishimiz uchun. Va tahqiq u Qur'onni eslatma olishlari uchun oralarida turlicha tasarruf qilib ko'rdik. Odamlarning ko'plari kufrdan boshqa narsadan bosh tortdilar. Agar xohlasak, har shaharga bitta ogohlantiruvchi yuborar edik. Kofirlarga itoat etma, ularga qarshi u Qur'on bilan katta jihad qil. U ikki dengizni, bunisini chuchuk shirin, unisini sho'r achchiq qilib oqizib qo'ygan va oralariga ko'rinmas to'siq hamda ochilmas sarhad qilgan zotdir. U suvdan bashar yaratgan va uni nasl nasab quda-anda qilib qo'ygan zotdir. Robbing o'ta qodirdir. Ular Allohdan o'zga ularga naf ham zarar ham yetkazmaydigan narsalarga ibodat qiladilar va kofir Robbiga qarshi yordamchi bo'lgandir. Seni faqat xushxabarchi va ogohlantiruvchi etib yuborganmiz, xolos. Men sizlardan buning uchun ajr so'ramasman. Faqat kim xohlasa Robbi tomon yo'nalishini so'rayman deb ayt. Va barhayot o'lmaydigan zotga tavakkul qil hamda uni hamdu sano ila poklab yod et. Bandalarining gunohlaridan o'ta xabardor bo'lishda uning o'zi kifoyadir. U osmonlar u yerni va ularning orasidagi narsalarni 6 kunda yaratgan. So'ngra arshga istivo qilgan zotdir. U Rahmandir. Bas o'sha o'ta xabardordan so'ra. Qachonki ularga Rahmonga sajda qilinglar deyilsa, ular Rahmon nima? Sen buyurgan narsaga sajda qilaveramizmi derlar. Bu ularning uzoqlashishini ziyoda qilur. Osmonda burjlar qilgan va unda chiroq va nur sochuvchi oy qilgan zot barakotli, ulug' bo'ldi. U ibrat olmoqni iroda qilgan va shukr qilmoqni iroda qilgan kishi uchun kecha kunduzni birin-ketin qilgan zotdir. Rahmonning bandalari yer yuzida tavozu ila yuradigan va johillar xitob qilganlarida salom deydiganlardir. Ular tunlarni Robbilariga sajda qilib bedor o'tkazadiganlardir. Ular Robbimiz o'zing bizdan jahannam azobini burgin, albatta jahannam azobi doimiydir. Albatta u naqadar yomon qarorgoh va turar joydir deydiganlardir. Nafaqa qilganlarida isrof ham va xasislik ham qilmaslar. U ikkisi o'rtasida mu'tadil bo'lurlar. Ular Alloh bilan birga biror ilohga iltijo qilmaslar. Alloh o'ldirishni harom qilgan jonni nohaqdan o'ldirmaslar. Zino qilmaslar. Kim ana shuni qilsa, uqubatga duchor bo'lur. Qiyomat kuni uning azobi bir necha bor ko'paytirilur va u azobda xor bo'lib mangu qolur. Magar kim tavba qilsa, iymon keltirib, solih amal qilsa, bas Alloh ana o'shalarning yomonliklarini yaxshiliklarga almashtirur. Alloh o'ta mag'firatlidir, o'ta rahimlidir. Kim tavba qilib, solih amal qilsa, u albatta Allohga haqiqiy qaytish ila qaytadir. Ular yolg'on guvohlik bermaydiganlardir va behuda narsalar oldidan o'tsalar, hurmatlarini saqlagan holda o'tarlar. Ularga Robbilarining oyatlari eslatilganda, u oyatlarga gung va ko'rlardek tashlanmaslar. Ular Robbimiz o'zing bizga jufti halollarimizdan
va zurriyotlarimizdan ko'z quvonchi hadya et, hamda bizlarni taqvodorlarga peshvo qil, deydiganlardir. Ana o'shalar sabr qilganlari uchun boloxonalar ila mukofotlanurlar va unda tabrik va salom bilan qarshilanurlar. Unda mangu qoluvchidirlar. U naqadar go'zal qarorgoh va turar joydir. Sen agar iltijolaringiz bo'lmasa, Robbim sizlarga hech qiymat bermas. Bas batahqiq yolg'onga chiqardingiz. Endi sizlarga azob lozim bo'lur deb ayt.